Demak, alfa aminokislotalar bir molekula suv ajratib laktamlarni hosil qiladi. Laktam qanday hosil bo'ladi? Laktam mana bu yerdan OH guruhi amino guruhning bitta vodorodi bilan suv bo'lib chiqadi. 1 mol suv chiqib ketadi. Va hosil bo'ladigan mahsulotlarimiz bu azotdan vodorod chiqish hisobiga bitta bog' ortib qoladi. Bundan OH ketish hisobiga karboksil guruhdan ham bitta bog' hosil bo'ladi. Natijada mana shunday birikma hosil bo'ladi. SH2 NH xo'p, uglerod, mana bu uglerod va qo'sh bog' bilan bog'langan kislorodi. Undan keyin esa bunga bog'langan uglerod SH2, bu aylanaga olib qo'yaman qizil rang bilan. Mana shu uglerod shu. Keyingi uglerodlarni boshqa rang bilan yozamiz. Xo'p. Demak, keyingi uglerodimiz bitta mana shu uglerod qoldi. Shu uglerodni joylashtirsak bo'ldi. Bu uglerod bu bilan ham bog'langan. SH2. Demak, bu uglerodimiz bu uglerod bilan bog'langan. Shunda hosil bo'lgan mana mahsulot laktam deyiladi. Reaksiyani yodlab qo'yamiz.